Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Hafta kuniga bugun 23-noyabr yakshanba. Akalar, mana bitta zo'ridan chorniy pyostra deymizmi? Xullas, rossiyskiyni bolasi. Mana yeb ichishlarini ham mana video davomida ko'ringlar. Rossiyskiy molni bolasi shu yerda tug'ilib, shu yerda katta bo'lgan. O'ta bir kelishgan mol. Buni hamma yo'g'ini hozir aytib sizlarga tushuntiramiz, xudo xolasa, iloji boricha. Bittadan laytlarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar akalar kanalimizga, Boburus kanaliga. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'lyapti obzorimiz. Xo'p, akalar, buni molimizni bo'yi 1.30. Oldi tomondan o'shlaganman. 1.30 ga olinglar. Metrda 1.30 sm, orqasi balandroq. Kurachini hali chiqarmagan. 5 oylik bo'g'oz uzi syomka qildirganmiz. 4,5 oy yolaverasizlar sizlar. Xudo xolasa. Mana yuvoshligi jonivorda. O'ta yuvosh. Mana tutaylari ham oq yelin, oq tutay. Hozir yem yeb turganda jinday g'ashi kelyapti, lekin yuvoshligi garantiya. Uylaringizga borganda ko'rib olaverasizlar. Taylari oq, qora emas akalar. Tutay tur joyda. Mana akalar, tutaylari tur joyda. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar to'sib oldi. Mana eng muhimi yeb ichishi joyida, sog'ligi joyida akalar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Uzi syomkasi bor akalar, olgan odamga tashlab beramiz. Mana qonni ochiq holatda mana o'tni yemni yeyapti. Kallasini ko'tarmay yeyapti yemni. Xo'p akalar, buni men maqtaganimiz bilan baribir shu mol. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan. Sigir bo'lsa 40 million tepasida sigir bo'ladi. Boring 38 millionlik bo'lsin. Endi hozirgi bozorga aytyapman. Xo'p, endi bu bo'g'oz jinday mehnati bor. Mehnatini o'zlaringiz qilib olasizlar. Xudo xolasa 3-4 oy mehnatini qilib tug'dirib olsanglar. Aytgandaqa ko'ngildagi sut beradigan mol, zotdor molni bolasi akalar. To'liq olaman, ekranga ham solmayapti kattaligida. Xo'p, akalar, buni 26 million so'm kami bor. Telefon qilgan odam bilan kelishamiz kamini. Xo'p, telefon nomerimizni aytib qo'ysak, 94lik 510 21. Yana bitta nomerimiz bor. 91lik 608 2090. Bemalol videoni ko'rdinglarmi? Aloqaga chiqaveringlar, xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor. Vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga dastavkasini qilib beramiz. Samarqand, Xorazmlarga dastavkasini o'rtada qilamiz akalar, kelishilgan holatda. Ammo mol o'ta baquvvat. Kim olsa ham baraka topadigan, xudo xolasa. Hali kurachini chiqarmagan bu jonivor. Quruq silos yeyapti. Ko'ringlar akalar, kimga yoqsa aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan zotli molni bolasi. Tan joninglar sog' bo'lsin. Bittadan laytni bosib, yaxshi kommentariyalarni yozinglar akalar. Mana birinchi marta videoga qo'yapmiz o'zi. Bu sohamiz shu. Biz taniganlar mana mollarni yaxshisini olib kelamiz. Ozgina foyda qilsa sotamiz, uyga yetkazib beramiz. Bo'g'ozligiga garantiya beramiz. Mana yedishlarni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa xolos savdo qilib, kamini qilib olib borib beramiz. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Akalar, kuzatishda davom etinglar. Shu kanalda obuna bo'lib, boshqa gruppalarga ham podelitsiya qilib qo'yinglar sizlardan iltimos. Kimga shunaqa yaxshi zo'llari kerak bo'lsa, ishonchligi bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimizni yana qaytaramiz. 94lik 510 21. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasida. Sog' bo'linglar akalar, joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videoda yana ko'rishguncha akalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.